Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizning hurmatli obunachilarimiz, sog'mi, omonmisizlar. Inshaalloh zo'rdan, zo'r lokasiyadan dacha topib qo'ydim. Atmosferasini ham gap pul shunkin emas. Yana bu yerda joy bo'lsa, yana bu yerda molxonasi bor. Inshaalloh yaningizda katta zikashi bo'yna. Bay. Gap pul shunkin emas. Polni baliq boqasiz, mol boqasiz, chorvachilik qilsangiz ham zo'r edi. Umumiy yer maydoni 40 sotik bo'ladi. Inshaalloh chala qilib obzor etaman. Sizlardan chiroyli like bo'ladi inshaalloh. Yana zikash. Aranda qo'shnilar baliq boqib o'tiribdi. Shuni zikashning oryan tarafida. Samimiyda bo'lni baliq boqsangiz bo'ladi yana. Yaningiz sizniki bo'ladi, yaningizda zikash bo'ladi ishida. Xo'p, obzorni boshlayman inshaalloh. Videoni oxiriga ko'rishni tavsiya etaman, chunki zo'r yer, go'sha arziydi inshaalloh. Bir de molxona qurib qo'yibdilar, zo'r mol boqadigan. Bir de giloslari bor ekan, erta pishadigan giloslarni ekib qo'yibdilar. Xayrli, barakali joy. Bir de yashag'anlar, masalan, xayrli joy bo'lgan. Hozir shaharda yashaydilar. Fakat bir de gaz yok. Vodoprovod bilan sveta bor, fakat gaz yok. Bir de chorvachilik bilan shug'ullanganlar bolalar o'qigan inshaalloh kim kelib olsam zo'r yer. Yine giloslari bor. Bulay dinni tema. İnşallah zor yer bo'ladi. İnşallah men chiroyli qilib obzor qilib beraman. Tez xudo xolasa. Har men yetib kelaverasiz inshaalloh. Bizning Turkiya tomonidan kuzatib turgan obunachilarimiz uchun har doimda 14-12 taksi xizmat ishlab turibdi inshaalloh. Bemalol xizmatlarimizdan foydalaning inshaalloh. Xo'p. Molxonasi bo'ladi. Molxonasidan danishtiraman. Xudo xolasa joy ham zo'r, yashab ketaverasiz kelib. Ichi mustahkam og'achalardan bosilgan, pollar ham qalin. Remontlarni tayyor turibdi. Bir molxonasi bo'ladi. Mol boqadigan og'alarimiz qiziqadi baribir inshaalloh. Bir de moldan ko'p moldan boqqanlar faydalı, zo'r, barakali joy bo'lgan. Bundan beri chamol sig'adi beri. Yozib qoldirasizlar, xudo xolasa yana. Yashalib turgan yer. Xo'p, beri molxonasi yana, xudo xolasa yana. Mahkam. Ne bir çarpakda yana mollarni bir de yozigini bir de qo'yasiz. Chana qo'ysangiz ham cham muzdek bo'ladi. Bir de mahkam kelgan. Bu garaji bo'ladi. Inshaalloh. Joyni ham chiroyli qilib obzor etaman inshaalloh. Ma'qul keladi. Atmosferasini qarang, meni zo'r, toza priroda, pagodasi zo'r. Bir de jidasi bor. Ana kunuz paxtasi bo'ladi. Gujimlarga qarang. Mashallah, gap pushungiz. Yer maydoni shunday aylanib kelgan. Tikanakdan shunday aylangan. Teraklardan aylanib kelib ishini ketgan. Bog'lari bilan xudo xolasa. Gujimlarga qarang, toza gujimlar. Gap pushungiz. Xo'p. Benden gittik inşallah. Ağarmak, assalamu alaikum. Ne diyorsun? Odundan görsen 1 yıllık odun amba içinde. Gaz fazla bilmediler. Odun amba 1 yıllık 40 kopmuş. Yine. 4 tane şimdi katta gücüm var. 1 yıllık odunu var yine. Bunu sana koşup veremiz inşallah. 1 yıllık odunu. Ya bu cay inşallah. Başlayalım hazır. Abzoruna. Bismillah. Yaşalıp oturgan cay buladı. Pullarını işlengenine kadar. Kalın tahtalardan işlengen. Yine. Pulni yashasa yaroqli joy bo'ladi. Kelib yashasangiz bo'y, sveta bor. Bu katta ayvonchasi bo'ladi. Muzli bellar, mashalloh, gap bu shunkin emas. Xo'p, yana bir xonasi bo'ladi. Yana qalin og'achalardan bosilgan, ahamiyat beramiz. Hamma narsasini. Hali shuniki mahkam, bu yana bir 50 yil, 100 yil turadi bu. Pesh qurilgan, hamma joyda pesh bor. Gaz balon ham bor, hamma joyda peshi bor. Yana o'dini bilan beramiz. Yana bir dalizi, bunda yana bir 10 tarafdan yana bir qatchayi bo'ladi yana. Eski remont. Kungira pechlar qurilgan, yana pollar ham qalin ishlangan. Patolog eski remont yana. Xo'p, bunda yana bir qatcha yana. Shunda yashab balo o'qimishli bo'lgan, xayrli barakali joy kungira pech. Oranda oldinda 3 tane gücüm, bunda yana bir gücüm bor. Mashalloh, gap bu shunga. Yana katta gücümlarni topsam tashab o'tiraverasiz. Polni bog'ida meva turibdi. Üzümleri, üzüm bağları, erik, naşvatı, hemen her sabah bile. 40 sotik katta yerine. Tiyxagina yer, tinchgina. Turkül tumani, Shoraxon Ufi 2-chi brigadasida bo'ladi. Shoraxon kollejning ro'parasidan kirib kelasiz shudan. Yo'l aytkeladi, to'g'ri yo'l aytkeladi. Naşvatlar hammasi bir meva turibdi. Bay. Mevalarga qarang, munosabatini mevalarga qarang. Juda ajoyib. Shudan ketgan davrak aylanib. Üzümlarni ham ko'rsataman. Ash chetdan aylanib kelgan. Yol, yine bir de mol bakasımı, koy bakasımı, balık bakasımı, çarvachilik etmeye zor yer inşallah. Hayırlı yer. İnşallah kim alsam, hayırlı, berekeli olsun inşallah. Planan bir kımmat aytımız geçtirip beremiz inşallah. O da protonadın gap tuttu. Maşallah. Skalatı, yani telektiğimiz skalat iş kılar.
Gep boşun ya. Xo'p, bahasıncha so'm buni bilmasdan obunachilarimiz uchun bahasini 39 ming dollar aytamiz. Aytilgan baha sotilmaydi, qaytib kelishib beramiz inshaalloh. Üstüne gelsangiz qaytib kelishib beramiz. Yine bir de nasıl erikini. Şimdi aylanıp kelgan. Yer meydanım zor. Bir de üzümleri meyve ettirten menasesi. İnşallah yine. Çayın sürekli Mekke hali fonunu yaşab otura veresi gelip. Kış otkilengen. Hem millaz oyuna kumur navazını işleyip. Maşallah. Tapçan taşab sayada. Hazır mesela pagoda istilekin bir salkın. Yine. Düz acayip yerleri pulunu ekip yete veresi yerlerini Xudo xolasa. Kim alaman desem bemalol Türk Türkmen Shoraxonov ikkinchi brigadasida bo'ladi. Yo'l keladi o'zi, şimdi yo'l keladi. Kaptalayna Zekash, aranda komşular Zekashni balık bakıp oturup, sen balık ham bakasız, mal ham bakaverasiz. Qo'y ham, tovuq ham pul nishidan nesen shahramchalik uzak emas. Shoraxonov ikkinchi brigadani hamma bilsa kerak. Xudo xolasa pastda nomerlarni qoldiraman. Aytilgan baho sotilmaydi, qaytib kelishib beriladi inshaalloh. 39 ming dollar ham 39 ming dollar berilmaydi. Kelishadi yeri bor inshaalloh. Bemalol Xudo xolasa pastda nomerlar bog'lanib basib beraverasizlar inshaalloh. Xayrli, barakali joy. Yaxshi insonlar yashagan, yaxshi insonlar satacak inshaalloh. Kim olaman desem, xayrli bo'lsin. Bilganlar Xudo xolasa kelib ko'rib olaveradi inshaalloh. Pastda nomerlarni qoldiraman.